Aytgancha, bu birinchi holat emas. Ispaniyada klublar kelasi mavsum kubogidagi ishtiroki atmen qilingani Racing futbol klubi 2014-15-yilgi mavsumda va Barselonaga 2000-yili keyingi mavsumda kubokda ishtirok etish taqiqlangan. Albatta, keyinchalik bu taqiqlar olib tashlanib, kataloniyalik klub turnirda o'z faoliyatini davom ettirgan. Finalga qaytamiz. Ana endi final avvalida nimalar bo'lganidan xabaringiz bor. Bevosita maydonda jamoalardan biri qanday futbol ko'rsatgani-yu, ularga ko'rsatilish kerak bo'lgan, men shaxsan kutgan sariq kartochkalarni ko'pligini endi tushungan bo'lsangiz kerak. Flotog'a Peresni butun futbol olami va ayniqsa Ispaniyada juda ham yaxshi bilishadi. Argentinalik ukaxonim Alvaresning goli atmen qilingandan keyin videolarimdan tagiga bir shunday komment qoldirgandi. Florentino Perez o'zining uzoqni ko'rib ish qiluvchi, strategik reja qilishning ustasi va arqonni uzun emas 3-4 kilometr tashlab bu yog'idan tortib, u yog'ini qimirlatib ish tutadigan amaldor sifatida tanilgan. Ana endi sizga bir savolim bor. Real prezidenti qo'l ostidagi Madrid TV muhim uchrashuvlar avvalida hakamlarga dosiye bilan chiqishi bu bosim o'tkazishmi yoki Ispaniyada hakamlar tizimi haqiqatan ham reformaga muhtojmi? Kaminaning shaxsan o'zi Flotog'a bir ishni bilmasa boshlamaydi. Esingizdan chiqmasin, aynan shu kishi tufayli bu mavsumda biz Chempionlar Ligasida yangilik va klublar xaznasiga qurug'idan ko'proq kelishini ko'rdik. Sabab Flotog'a tashkil qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan Superliga albatta. Kim biladi deysiz, bu harakatlarning botinida nima yotganini. Buni albatta vaqt ko'rsatadi.